Bugün mən sizlərə birini bir kim berə, köpni əmgək degan çöçəkni sözləb berəy, hə? Diqqət qilib anlanglar. Bunundan uzun zamanlar ilgiri bizden jiroq makanda bir yurt bulup, aşı yurtda bir dehqon ötken ekan. O kişinin iki oğlu bulup, çoğunun ismi Nurdun, kiçiginin ismi Zordun ken. Bir günü o dehqon oğullarını aldığı çağırıp, "Ballarım, mən bulanmayıvatımən. Bu dünyadan ketidagandek durumən. Qeni eytinglarçı, mən can üzgəndin keyin nemish qilmoqchi bo'lyapsizlar?" deb so'rabdi. "Mən savdogar bo'laman," debdi Nurdun. "Mən ot kasbini davomlashtiraman," debdi Zordun. Dehqon her ikkili o'g'lining javobidan ancha umidlanib ketmabdi-da, uzundan buyon yonchuqda saqlab kelgan ikki tal qo'noqni elib o'g'illariga tanglab, "Meningcha, buningdan boshqa sizlarga darmon bo'g'idek murosimmi yo'q. Buni birdan elanglar. U sizlarni dadisi gepini davomlashtirolmayla jon usibdi." Nurdun savdogar bo'lmoqchi bo'lganda dadisining qog'usi mol-mulkini dasmay qilmoqchi bo'lgan ekan. Bir tal qo'noqni ko'rib kelib 40 kez o'rlabdi-da, dadisini yerligida qo'yib bo'libla uyni tashlab, so'ngichini qashlab, beshi qaygan, puti taygan yoqqa qarab ketibdi. Onun o'y xiyoli ishlamay tishlaydigan, oltin kumush chechilib turadigan sexiylar shaharida bo'ldi. Zordun bo'lsa, dadisining chirig'ini yo'ritib, uydan ayrilmabdi va hilqi o'ziga tekkan bir tal qo'noqni terib undiribdi. Yaxshilab parvish qilibdi, qo'noq to'ydan 4 shox bo'libdi. Yil oxirida qo'noq rosa o'xshab yangdak 4 bosh abdi. Tögünün çizdek çoğun dan tutupdu. Şunundan etibaran Zordun bozuya içip, quluq qulab, su başlap, dehqonchilik bilan shug'ullanibdi. 10 yilda 10 patman ashliq jug'lab setib, yangi uy joy sapdi. Silchi gilam, abduva, chilabcha va boshqa mo'l uy saramjonlarini setib olib, uyini bezepti. Çoğun kichik dehqonchilik saymallari, ot uloqlar ega bo'pti, katta bog' bino qilibdi. O'ylinib, bola chaqili bo'pti. Shundaq kunlarning birida Zordunning darvozasi oldiga hasi tayangan bomba saqal biri paydo bo'lib qoldi. Uning kiyimlari jul-jul, saqal burtlari o'sib ketgan ekan. O darvoza tüydə bir bəz turğandan keyin esib qağa o'xshayman deb o'ylab qaytmoqchi bo'lganda darvoza ichilib, ho'ldan bir o'g'il bola chiqib qoldi. "Ey Sohil, sana nima kerak?" deb so'rabdi. "Menga keragini keyin so'rayman. Ayta bolam, bu kimning uyi?" "Dadamning." Dadağının eti nime? Zordun. O tupraqның teşidi mi? Teşidi, o etiz işlavatıdı. Hilqi kişi uluq kiçiktinib, "Mana bir tal qo'noq be, kerigi ani shu." O'g'il bir tal qo'noq beribdi. Sahil onu ko'ziga surtibdi. Ondan qo'yni yonchug'inga avaylab, silib bo'lib, "Dadanga aytib qo'y, men Nurdun bo'laman," debdi-da ketib qopdi. Keyin
Nurdunmu dehqançılık qilib, boziya içip, katta boy bulup, öylük ocaqlıq balılıq oldu. O balalarga nasihat qilib, beşidin ötken keşmişlerini sözlep, birini bir kim bire, köpni emgek dep vesiyet qılıdığan bopdu. Eytişler qaraganda, birini bir kim bire, köpni emgek degen hikmet Nurdun bilen Zordunun aş keşmişten qalğan iken. Bu ballarına uxlap ketkenini. Uxlanla ballarım, uxlanla. Bugün mişekçilik eytip berey. Qağını ne? Ət eytip berey, ha? Uxlanla.